Ishemik insultning keyingi turi bu travmatik insult hisoblanadi. Bu bosh miya magistral arteriyalari va bosh miyaning asosiy arteriyalarining trombozi natijasida rivojlanadi. Ko'pincha aterosklerotik blyashka deymiz. Buni endotelial shikastlanish, qon tomirda ichki devorida, keyin ichki devori shu intima proliferatsiyasi, bu ham qon tomirga tegishli va qon tomir yaralari hosil bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Bu esa stenozga, ya'ni qon tomirlarning stenoziga, ya'ni qon tomir teshigining torayishiga, qonning yopishqoqligining oshishiga, albumin miqdorining ortishi tufayli oqsil koeffitsiyentining o'zgarishiga, koagulyatsiya faoliyatining oshishi, markaziy gemodinamikaning buzilishi, qon bosimining pasayishi va stenoz qon tomir havzasida arterial qon oqimining pasayishiga olib keladi. Tromb nima? Tromb mana shu o'sha o'choqdagi qon tomiri qotishgan holatdagisi. Bu asta-sekin kattalashib boradi, qon tomir teshigini butunlay to'sib qo'yadi va uning okklyuziyasiga olib kelishi mumkin. Tromb hosil bo'lish paytida ta'sirlangan tomir havzasida gipoksiya kuchayadi. Bu esa ishemik insultga xos bo'lgan infarkt o'chog'ining rivojlanishiga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat.